ta'm bilish juda ham zo'r. Hozir havo kirganiga o'zim vasha maza qilyapman. Qirg'izistonlik bemorimizni 15 kun oldin 3 ta jarrohlik amaliyotini bajarganmiz. Turbinoplastika, tashqi burun deformatsiyasini to'g'irlaganmiz. Ichkarida perforatsiya bor edi, burun to'sig'ida. Perforatsiyalarni yamaganmiz. Men shu nafas qisishi bo'yicha, nafas yaxshi yetishmasligi bo'yicha ko'proq bosh og'rig'i bo'lar edi. Shu muammolarning hammasidan hozir xalos bo'ldim, Allohga shukr. Hozir o'sha burnimdan rezikalarni olganda shunaqa zo'r maza qilib nafas olyapman. Rahmat Farhod aka sizga, sizni shunchalik menga foydasi tekkanligi uchun, sababchi bo'lgan Otabek akaga ham rahmat. Sizlardaqa vrachlar ko'payib, bizdaqa bemorlarni dardiga shifo bo'lib, sizlar ham sog' salomatda yaxshi ishlab yuringlar. Menda Allohga shukr zo'r. Hozir o'sha hid bilish, ta'm bilish juda ham zo'r. Hozir havo kirganiga o'zim vasha maza qilyapman. Bosh og'rig'i 15 kundan beri Allohga shukr hali bezovta qilmadi. Rahmat hammaga. Tashkent Lor Center tavsiya qilaman. Kelinglar, sizlarda ham shunaqa og'riqlar bo'lsa, dardinglarga shifo topib ketinglar.